siz qorni yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'raman. Qor sovuq tursa, Qar sovuq bo'g'ini bilan mehri issiq bo'ladi-da. ismingizni so'rsam bo'lamdi? Mahbuba. Chechingizdagi qor gullari erib ketyapti-da. Dunyoda mangulik narsa yo'q. Men sizni suyatdim. Men sizni yaxshi ko'raman, Mahbuba. Ay, bu arxiq deganiz-a. Har bir odamning qalbida birdan maxfiy gulligi bor, ha? Shundoq. Mening bu maxfiy gulligimda nima borligini bilamsiz? Bilmaydi ekanman. Mening gulligimda bir naqshi bor. Qaysi naqsha? 536-yo'l bekatdagi qor degan naqsha. bekatdagi qor naqshisi. Hikoya. Avtori Akbar Imom Ko'kböra. Mikrofon oldida Sharari, Sarvinoz, Xumara. Ovoz tahriri Sarvinoz Kuychi. Bu asar Akbar Imom Ko'kböraning shu nomli asariga asosan Kuch klubi ovozliq asar ishlash korpusida unga elib tayyorlandi. Asar huquqi Akbar Imom Ko'kböra va Kuch klubi ovozliq asar ishlash korpusiga tava. Mazkur asarni Kuch tor bilan hamkorlashib, Kuch torning ruxsatini olgan torbatlardan boshqa torbatlarning ko'chirib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi. Bu asarni anglash manzilingiz www.kuchi.com. Noyabrning 5-da lapildab qor yog'adigan shimoldagi bu yurtning qish fasli toki mart oylarining oxirigacha so'ziladi. Har qitim qor lapildab yoqqanda butun zamin oq shoydan to'n kiyib, yo'l bo'yidagi daraxtlar xuddi munchidagi ayoldek yalang'ochlanib qoladi. Qishda qor yig'ishmi, yozda yomg'ir yoqqandakli tabiiy hodisa. Shundoq bo'lsa-mu, men qorni qishning birdan-bir bishoratidek his qilaman. Kashkuzning oxirgi illiqligi tugab, qishning muzdek havosi yuzlarga urilgandimi, yer yuzda qor bo'lmasa, qishning kelganligiga toza ishonch qilolmayman. Men har qitim qorni ko'rsam yoki qor haqida xiyol sursamla, qorning shakli meni o'ziga jalb qiladi. Qorni tutquli bo'lsa-mu, lekin yerda daraxt shoxlarida shaklini yo'qotmay turgan qorning bizning issiq olqinimizda mavjud shaklini saqlab turish imkoniyati faqat bir necha sekundlik xolos. Har qitim qo'g'ishin ranglik osmondan dastlabda laylab, orqadan lapildab qor yig'ishga boshlaganda qorning shaklini tomosha qilishmi boshlanib ketadi. Buning huzuri xuddi yezdagi o'yinchi bolalarning to'shqon qo'g'lab o'ynashlaridan lazzatlik. Bu xuddi ba'zi erlarning ayollarning ko'zdagi tabassumidan, yana ba'zi erlarning ayollarning ko'ksi yoki sag'risiga qarashdan huzur olgandakli tabiiy bo'lgan tuyg'u jarayoni. Bu xil tuyg'u jarayoni tan eqinimizda o'zligidan qandoq paydo bo'lgan bo'lsa, qisqa muddatli qizishdan keyin yana shundoq o'zligidan g'oyib bo'lib ketadi. Garchi qorning subyektiv mazmunida azaldan o'zgarish bo'lib boqmagan bo'lsa-mu, lekin uning obyektiv shaklda nihoyat ro'shan farq mavjud. Qorning men ko'rgan shakli jami 17 xil. Demak, atrofimdagi odamlarning ko'rish sezgusida bir xil shaklda namoyon bo'ladigan oq qor mening ko'rish sezgimda oq ranglik, ko'p xil shakllik modda. Amaliyotda mening qor haqidagi tuyg'ularimning hammasi sen bilan shakldosh, ham mazmundosh edi Mahbuba. Sen xuddi qordek oq va yumshoq. Shundaqla yana qordek yengil va sovuq eding. Sen mening qalbimga yig'ibli erib ketgan bir qitimliq qor. Shu topda men lapildab qor yig'iyotgan 536-bekatda qordek yumshoq, qordek sovuq xiyol dengiziga g'arq bo'lib ketib o'tdim.
Sen texi bayatilla tatliq bir kulimsirishing bilan menga o'zingning o'ligingni qoldirib ketgan eding. Bu o'lik xuddi qishdek sovuq bo'lib, men endi bu sovuq o'likni qalbimning cho'nqur tuproqlariga ko'mishim kerak edi. Men xiyolimdagi sening sovuq o'liging oldida sen haqidagi xiyollarimni qaytadan varaqlashga boshladim. O kunimi lapildab qor yig'iyotdi. Ko'chadagi odamlar qilin qor ichida o'ylariga aldirash qaytishmoqda edi. Men ishxonadan chiqibla 536-bekatga keldim. Bekat cho'ldarab qolgan bo'lib, faqat salla bu bekatning mavjudligini isbotlab turgandek yolg'izli turadi. Qop-qora budra chochlaring qor gullari bilan takshi bezalgan bo'lib, qizil ranglik mamuq chapon ichidagi sen xuddi bir varaq qog'ozdagi bir tomchi qondek porlaydi. Mening sen bilan tunji qitimliq uchrashishim mana shundoq oddiyla boshlandi. Ammo men bu oddiy boshlanishning mening ruhiy dunyorimni bu qadar qalaymuqallashtirib etishini zodila o'ylab boqmagan ekanman. Amaliyotdami bir qizning qor ichida mashina saqlab turishi bilan muhabbatning shakllanishida hech qanday bog'lanish yo'q edi. Chunki bu yerda sendan boshqami nurg'un qizlar turgandi. Qor lapildab yig'iyotdi. Qizil rangning beshorda bo'lgan bir tomchi qon oq qor ichida sening shaklingda tik turadi. Bu hol xuddi qon ichida erib ketmay, qor ichida to'nglab qolmay, biri yana birining mavjudligini isbotlab turgandekli edi. Sen bo'lsang, pat-pat laylab tushayotgan qorlarni olqining qo'ndirib olish bilan mashina kutishdek zerikishlik holatni unutmoqchi bo'lgandek qilading. Yaxshimisiz? Bu mening ovozim. Shundaqla yana bir erning ayollar oldidagi muloyim ovozi edi. Nemishqidu erlarning qo'pol ovozi ayollar oldida mana shundaq muloyimlashib ketadi. Yaxshi. Bu sening ovozing edi. Sening ovozingning shakli menga qordek oq va qordek yumshoq tuyulib ketdi. Siz qorni yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'raman. Qor sovuq tursa, qor sovuq bo'g'ini bilan mehri issiq bo'ladi-da. Yana-chi? Qorning ichida o'zimi bor emasmi? Qor xuddi bugilli yig'vamisi bo'lmaydigandek lapildab tushiyotdi. 536-bekatda yanada ikkimiz yolg'iz turardik. Sening texi hilila ovozi muloyim chiqadigan bir er bilan bo'lgan suhbating amaliyotda mening xiyolim edi. Bu muloyim ovoz bilan sening ovozing mening ichimdagi ovoz edi. Bu ovozni mendan bo'lak ikkinchi bir odam, hatto senmi anglayolmayding. Erlarning ayollar haqida shirin xiyollarga asir bo'lib, o'zi bilan unsiz pichirlashishi, ehtimol erlarning tasavvur ekinzorligidagi ulug' mo'jizalarining biri bo'lsa kerak. Balkim erlar ayollar bilan to'lib turgan mavjud realligida o'zining tanholigini his qilganda mushundoq ulug' mo'jizalarni namoyon qiladigandir. Shu asnoda ichimdagi ovoz yana paydo bo'lib qoldi. Bolangiz bordu, ha? Qizningmi bolasi bo'lamda? Rahmat. Nimaga? Qordek oqligingizga. Yana-chi? Qandak issiqligingizga. Qiziq gap qildikansiz. Ko'zim lapildab yig'iyotgan qalin qor ichida so'rilib kelib, oldingi bekatda to'xtagan mashinaga tushdi. Bu shaharning mashina bekatlarimi xuddi shaharning o'ziga o'xshash apchil bo'lib, qori yumurchilarning gapi bo'yicha aytganda bir g'irish musofada bir bekat bor edi. Mashina oldingi bekatdagi ilm berimni tugatgandan keyin o'rnidan qo'zg'alib biz tarafga yiqilib kelmoqda edi. Sen kelayotgan mashinaga bo'yindab qarayding. Men mashinaga qaragan bo'lib, senga qaraydim. Garchi har ikkimiz 536-bekatning yo'lovchisi bo'lsakmi, men xuddi seni helili ko'rish doiramdan chiqarib qo'ydigandek, sen mashinaga chiqsangla erib bir tomchi suvga aylanib, xuddi g'oyib bo'lib ketadigandek tuyulmoqda edi. Ayol o'tmayla mashina oldimizda to'xtab eshigi ochildi.
Biz birimiz yana birimizning ko'rgan tushining davomidek mashinaga chiqdik. Sen mening orqamdagi o'rinda o'ltirgan eding. Endi orqamga burilib, sana qarash xuddi haqning yonchiqig'i bo'yindab qarashdanmi qo'rqinchli edi. Qarab o'ltirish navbati sana kelgan bo'lib, sen menga emas, balki shalvarab ketgan bir jarohatga qarab o'ltiratding. Lapildab yig'iyotgan oq qor uchib kelib, mashinaning aynigiga so'qilib pastga tushib ketdi. Qo'yiq bo'dir chochlaringdagi qor gullari erib, suv tomchilariga aylanmoqda edi. Ko'zim qo'yiq bo'dir chochlaringdagi suv tomchilarida edi. İçimdagi ikkimizning ovozi yana yangrashqa boshladi. Chechangizdagi qor gullari erib ketyapti-ku. Shundoq, dunyoda mangulik narsa yo'q. Siz oldimizdagi qaysidir bir bekatga tushib qilishingiz mumkin. Shundoq. Oldingi bekatdan ayrilgandala, yana bir bekatga tushib qilish taqdiri peshonamga putilib ketgan. Siz masalaga nihoyatda astoydil baho berdikansiz. Shundoq. Men to'limi to'jiplab ishlangan material. Undaqda siz qaysi qo'ligul zot ishlagan material? Sizni ishlab zavoddan chiqargan zot. Demak, ikkimiz bir zavodning material ekanmiz-da. Shundoq. Biroq ishlatish o'rnimizda farq bor material biz. Masalan, qanday farq bor? Men go'zallashtirgichi. Siz mustahkamligichi. Mashinaning tuyuqsiz tormoz qilib, muz ustida serilib to'xtashi ichimdagi ikkimizning ovozini uzib qo'ydi. Bu chaqda sen peshonangga putilgan bekatga tushib qilish uchun o'rningdan turib bo'lgan eding. Ko'z oldimda yengil harakat qilayotgan ikki puting uzun, inchga, siliq edi. Balkim har qitim paypoq kiygan vaqtingda bu uzun, inchga, siliq putlaringni ongsiz ravishda natchini silaydigansan. Bu chaqda sen o'ng qo'ling bilan so'l qo'lingni tutgandekli tuyg'uda bo'lasan. Lekin men shu uzun, inchga, siliq putlaringga qarab shirin xiyollarga g'arq bo'lib ketdim. Men bu xil shirinlik ichida sening put tomirlaringdagi qonning shildirlab eqiyotganligini his qildim. Tomirdagi qon rostilla shildirlab oqamdigandi. Ehtimol undaq bo'lmas. Lekin sening put tomirlaringdagi qon mening tuyg'umda rostilla shildirlab oqmoqda edi. Vaqt chambaragi ichidagi uzun, inchga, siliq ikki putda shildirlab eqiyotgan qon eshik tarafga oqmoqda edi. Tuyuqsiz yuzimga muzdek so'g'uq havo urildi. Bu chaqda eshik ochilgan bo'lib, sen mashinadan tushib, lapildab yig'iyotgan qor bilan qo'shilib ketayotmoqda eding. Atisidan boshlab sening lapildab yig'iyotgan qor ichidagi shakling ko'z oldimdan birdan neri ketmadi. Hayronman. Har yili bundaq lapildab yig'iyotgan qor ichida bu bekatda talay qitimlab turaman. Bu bekatda nurg'un qiz ayollar menga hamroh bo'lib mashina saqlaydi. Lekin ularning hech qaysisi menda bundaq muhabbat tuyg'usi shakllantirolmagan edi. Yana kelib, qorda qolgan qizni yaxshi ko'rib qilishning o'zimi mantiqsizlik edi. Men idora oldidagi qorlarni tozalag'ash sen haqida shunday xiyollarni surib qoldim. Oppoq qorlar quyosh nurida volildab ko'zni qamashtiradi. To'satdan xiyolimga yana tunaygungi mashina kelib qoldi. Tunaygun sen bir tomchi qondek shildirlab eqib mashinadan tushib qolgandan keyin mening ko'rish sezgimmi qordan chiqib ketgan edi. Endi o'ylab baqsam, tunaygungi mashina sen tushib qolgandan keyin yo'g'on bir o'lik sanduqiga o'xshab qolgan edi. Sen bo'lsang, o'lik sanduqidan tushib qolgan tirik odam eding. Bu o'lik sanduqida mening qanchalik bearam bo'lganimni faqat o'zimla bilaman. Men go'zallashtirgichi. Sen mening ichimdagi ovozda mushundoq degan eding. Amaliyotda sen haqiqatanmi go'zallashtirgich ekansan. Sen menga lapildab yig'iyotgan qorni, qor ichidagi sovuq bekatni, tuyuqsizda o'lik sanduqiga aylanib qolgan mashinani go'zal bir shaklda ko'rsatgan eding. Men mana shu go'zal shakllar ichida seni yaxshi ko'rib qolgan edim. Ah, jinim qor.
Lavlarimning ixtiyorsiz mindirlab ketishi bilan tang ovozim sirtqa chiqib ketdi. Mushundaq bo'lsa-mu, o'zimning ovozini o'zimla anglay oldim. Ammo o'zimning ovozdagi xatolik qalbimni sarosimiga sep qo'ydi. Men mushu chaqdila sening o'zingga mansub ismingning bo'lishi kerakligini his qildim. Lekin men sana o'zim xohlagancha ism qo'yib qo'ysam bo'lmaydi. Balki sen ismingni nima deb bersang, sen shu ismli qiz bo'lib qolaverading. Men sening qor ichidagi shaklingni tasavvur qila olganim bilan sening ismingni tasavvur qila olmaydim. Shunga men sana necha ismni qo'yib baqqan bo'lsam-mu, bu ismlar sana faqatli singmaydi. Amdi menda sening ismingni bilish istiki paydo bo'ldi. Lekin sen udan necha kun bekatda ko'rinmading. Shu chaqda men sening 536-bekatdagi faqat bir qitimliq yo'lovchi ekanligingni his qildim. Balki men mushu bekatda seni kutib turgan vaqtimda sen yana boshqa bir bekatda turgan bo'lishing. Mening 536-bekatda seni kutib turayotganligimni asla bilmasliging mumkin. Chunki sen haqidagi shirin xiyollarning hammasini men surgan. Mening xiyolimda sen bo'lgan bilan sening xiyolingda mening bo'lishim notayin. Qarang-a, yana qar yoqqili turdi. Men bilan xizmatdosh qizning ovozidan yuragim jig'idi qilib qoldi. Chunki qor degan bu gap menga yana seni eslatgan edi. Derizdan qarasam lapildab qor yig'ib yetibdi. Tuyuqsiz ko'zim mo'l sadiqiga erishgan bechoraning ko'zdek chaqnab 536-bekatda turgan sana tushdi. Sen yanila lapildab yig'iyotgan oq qor ichida avvalgidekli turatding. Sening qilin oq qor ichidagi shakling yanila shundoq go'zal edi. Men aldirabla ishxonadan chiqib bekat tarafga yo'l oldim. Chunki men bekatga o'sha kundagi o'lik sanduqidan burun yetib berishim kerak edi. Bo'lmasa sen ko'z oldimdan yana g'oyib bo'larding. Shunda qilib men sen bilan ikkinchi qitim yana lapildab yig'iyotgan qor ichida uchrashdim. Ajab qattiq yog'di-ku bu qor. Bu mening sana realligimda tunji qitim gap qilib ahvol so'rashim edi. O'zi yaxshi ko'rgan qizdan mushundaq usuldimi ahvol so'rashning bo'ldiganligidan o'zimni hayron qoldim. Sizmi qarni yaxshi ko'ramsiz? Sening ovozing menga qarab bir tomchi qondek eqib keldi. Albatta, chunki qor yog'sa ikkimiz mushu bekatda qorda qoladiganmiz. Boshqalarchi? Boshqalar qorda qolsa-mu, qorda qolgandek ko'rinmaydi ekan. Sen sovuqda qizargan barmoqlaringni g'unchidek lavlaringda pulligach. Siz ajoyib tegib gaplarni qildi ekansiz, a? Dedim. Bu gapingdan hayron qoldim. Sen mening ko'nglimdagini qandoq bilib olgansan? Yoki menmi sening xiyolingda bir tomchi qonga aylanib qolgandimanmi? Sen shundoq degach, men qarab villida kulimsirding. Men sening bu tatli kulimsirishingdan yana g'ayratga kelib so'radim. İsmingizni so'rsam bo'lamdi? Mahbuba. Sening isming menga to'limi chiroyli va yiqimliq anglanib ketdi. Amaliyotda ismiga qarab bir qizni yaxshi ko'rib qilish mumkin emas edi. Men faqat seni yaxshi ko'rib qolg'ashqila ismingmi menga yiqimliq tuyg'u berib o'tadi. Bo'lmasa, men bilan bir bo'limda ishlaydigan qizningmi ismi Mahbuba. O'zi ochiq yo'riq, xushchaqchaq qiz edi. Uning qarashlari odamga to'limi sirliq tuyuladi. Mendan bo'lak odamga shundoq tuyulamdi qandoq bilmayman. Ish qilib, men uning qarashlaridan bir qizning yaxshi ko'rgan yigitiga qaragandagi holatini his qilaman. Lekin u men yaxshi ko'rgan qiz emas, ham men uning yaxshi ko'rgan yigiti emas. Balkim bu mendagi xato tuyg'u bo'lishi mumkin. Lapildab yig'iyotgan oq qor ichidagi 536-bekat to'limi go'zal edi. Tuyuqsiz bir tal qor laylab tushib kirpigimga qo'ndi. Mushu bir tal qor oliy maktab hayotimdagi bir qiz savodishimni xiyol bo'stonligimga so'rab kirdi. Men o qiz savodishimni qachonli ko'rsam, men qarab kulimsirab turgan holatni ko'ratdim. Uning bunda zerikmay kulimsirab turishi menga to'limi g'alati tuyuladi. Keyin uqsam, o qiz savodishim meni yaxshi ko'rib qolgan bo'lib, u oshu kulishlari bilan menga izchil muhabbat izhor qilib kelgan ekan. Men shu chaqda kulki bilan muhabbat izhor qilishdek bundaq romantik tuyg'uni asla his qilmagan ekanman. Mening buni his qilgan vaqtim bo'lsa,
oliy maktabdagi 5 yillik o'qish hayotim oxirlashgan vaqt edi. O kuni men o qiz savodishim bilan maktab ichidagi gullikda paranglashib qoldim. Qachon mansiz? O qiz savodishim mendan eng burun shu savolni so'rdi. Xuddi o'zi ketmay maktabda umrvoyat qoladigandek. Atikashda manaman. Javob berib etib, uning yoshli g'irlab turgan ko'ziga ko'zim tushib qoldi. Shunga mijozingiz yo'qmi nima? deb so'radim. Qanaqa deysiz? Mendan qaytirib so'rdi u. Ko'zingizda yosh turdi-ku. Asli bu bir kulib turadigan chiroyli ko'z edi. Yaqay, bu yosh emas, kulga. Burun kulib turib yig'lagan bu ko'z, endi yig'lab turib kulib o'tadi. Men uning grammatikaga tushmaydigan bu gaplarini anglab turib qoldim. U cho'nqur birini tinib olgandan keyin, "Men sizni suyatdim", dedi bo'sh ovozda. Nima? Qachondan boshlab? Men umrimda anglab baxmagan g'alati bir gapni uning og'zidan tunji qitim anglayotgandek aldirab so'rdim. "Men kulib turib yig'lashga boshlagandim buyon." Demak, 5 yil burunlimi? U men qaramay turibla beshini yeniklanishdi. Hayotimda tunji qitim ichim ochiq to'ldi. 5 yil bir odamga qarab kulib o'tish ne qadar qiyin, ha? Men shu chaqdimi o qizning yuragidagi azob yildizining qanchalik cho'nqurligini his qilolmagan edim. Buni men faqat seni yaxshi ko'rib qolgandan keyinla to'liq his qila oldim. Bechora qiz 5 yillik hayotida o'zi yaxshi ko'rgan bir odam bilan bir qitimmi piyoda mangolmay tushga aylanib ketgan edi. Menchu, men sen bilan bu shaharningovat rastalarida, chiroyli bog'chalarida birga mangolamdim. Men sana bugun ochiqli taklif qo'yish qaroriga keldim. Kim biladi, kela qitimli qor yana qachon yog'adi? Piyoda mangsak bo'lamdi. Qarang'a, mashina kelali deb qoldi. Bu sening menga bergan javobing bo'ldi. Qarasam, rostli ko'z yetimiyada mashina lo'mildab kelayotgan ekan. Kasobat. Men seni tilidimmi yoki yiqilib kelayotgan mashinani tilidimmi bilmayman. Ichimda yiqilib kelayotgan mashinaning mo'jiz ziyoratib boshqa bir tarafga yoki burilibla orqasiga ketib qolishini to'limi umid qilatdim. Lekin avtobus bara-bara bizga yiqilib kelmoqda edi. Qor lapildab tushyotdi. Mashina qor ichida yo'g'on bir devidek gurkirab turibdi. Ayol o'tmayla bu mashina seni peshonangga putilgan yana bir bekatga elib ketdi. Shuning bilan mening qalbimdagi maxfiy gullik kirolmay, tushdakli g'oyib bo'lgan oliy maktabdagi yilqi qiz savodishimdak, men sening qalbingdagi maxfiy gullik kirolmay tushib bo'lib ketaman. Ko'z oldimda yiqimsiz ovozda gurkirab turgan mashina o'rnidan qo'zg'alib, asta-asta yiroqlab ketishga boshladi. Shu topda ichim ochiq to'lib, burun to'shikchilarim ichishib, bo'g'zimga bir nima qoplashib qolgandek qiynalib ketdim. Nim bo'ldingiz? Mijozingiz yo'qmi? Quloq tuvimda tuyuqsizda anglangan sening ovozing reallik yoki xiyol ekanligini damolliqqa his qilolmadim. Chunki sen allaqachon mashinaga chiqib, peshonangga putilgan bekatga tushib qilish uchun ketgan emasmiding? Ehtimol men yinimda bo'lishingni o'ylag'ashqa tuyg'umda sening ovozing paydo bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Men sening ovozingning rostli tuyg'umdagi sening ovozing ekanligiga to'liq ishonch hosil qildim. Siz baqqa ekansiz-a? Cho'chib ketdim. Men tunish ovozing yana yenimda anglandi. Kaynimga o'rilib qaradim. Qarab yana cho'chib ketdim. Sen men qarab turatding. Siz mashinaga chiqmaganmi? O'zingiz piyoda mangayli demaganmi? Untig'aq. To'g'ri. Men shunday degan. Uni siz anglaganmidingiz? Amsa, uni siz boshqa biriga deganmidingiz? Degili bo'lmaydi. Gap deganni hamma boshqaga o'zimning nima da'vatganligimni o'zimni bilinmay qoldim. Muhabbat degan odamni haqiqatan to't ham goch qilib etadi ekan. Siz bekli romantikkansiz. Sening ovozing meni texmo beyab ahvolga tushirib qo'ydi. Qanday deysiz? Xiyol bilan reallikni so'g'usini qo'shqandek qo'shib etadi ekansiz emasmi? Nima deb javob berishni bilmay turib qoldim. O chaqda sen yana eg'iz ochding.
bayatdan nimani xayol qilib turgandingiz? Siz mashinaga chiqib ketgandimi? To'g'risi, siz shundaq to'yg'uga kelib qolgan vaqtingizda. Sizni chiroyli bir ko'rik deb, ondan bu chiroyli ko'rik portlab ketib xayol qilgan edim. Yana-chu? Yana isit, haqiqatan esil ko'rikdi deb. Javobim sana g'alati tuyuldimi yoki qiziqarli tuyuldimi? Aytaversan viliqlab kulib ketding. Ondan Sizning xayol qilmaydigan nimangiz yo'q-ki? Dedim. Amaliyotda mening texi xayol qilishga jur'at qilolmaydigan nurg'un narsalarim bor edi. Masalan, men seni quchoqlab turib, issiq lablaringga suyishni xayol qilishga qurbim yetmaydi. Buning uchun men cho'qim sana o'zimning haqiqiy so'ygusi, sening haqiqiy suyulgichi ekanligingni his qildirishim kerak edi. Buni his qildiranmaslik mening mag'lubiyatim bo'lsa, his qilolmaslik sening mag'lubiyating bo'ladi. Oliy maktabdagi yiliqi kulib turib yig'lab turib kuladigan qiz saboqdishim buning dalili edi. Bu chaqda sen yana so'rab qolding. Siz nimishqa mashinaga chiqmaslikni o'ylab qoldingiz? Ish qilib men pul tejashni maqsad qilmadim. Buningga menmi ishinaman? Shundaqdimi qorliq yo'lda piyoda mengishni maqsad qilmagansiz? Sening har bir savolingdan mening nima o'ylayotganligimni his qilib turayotganligimni sezib o'tdim. Gap qilmamsiz? Sening zardilik ovozing menga xuddi taslim bo'lmamsiz degandek anglanib ketdi. Amaliyotda men seni heliqi kuni tunji qitim ko'ribli taslim bo'lgan edim. Lekin sana taslim bo'lishda ikki qo'limni egiz ko'tarib taslim bo'lamanmi yoki sen bilan liq to'lgan qalbimni ko'tarib taslim bo'lamanmi? Navoda men sana sen bilan liq to'lgan qalbimni egiz ko'tarib turib taslim bo'lsam, sen mening qalb taslimnomamdagi shiddat bilan kuyib turgan bechora xatlarni ravon o'qiy olasanmi? Nima desam bo'la? Dedim men qalbimdagi bir döve gaplarni qayerdan boshlashni bilolmay. Nima desangiz mayli? Rost gap topolmasangiz, yolg'on gap qilsangizmi mayli? Amsi men rost gap qilay. Men sizni yaxshi ko'raman mahbuba. Men hamma odamga digili bo'lmaydigan bu portlatqush gapni oxir g'albilik holda og'zimdan chiqardim. Xiyolimda bo'lsa, seni boshda hayron qoladi. Ondan yaxshi ko'rish non yegandek mushundoq osonli ishmi deydi deb sal jiddiylashib ketdim. Shunga butun diqqatim bilan sening kayfiyatingni kuzatishga boshladim. Navoda bu gap bilan tang sening qadam ilishlaring to'xtasa, men sen bilan tangli to'xtab, sening ko'zingga yetim kiyikdek tikilishni xiyolimdan o'tkazib bo'ldim. Lekin senda undaq holat yuz bermadi. Qadam ilishlaringmi yumshoq qor ustida bir xil davomlashiyverdi. Shu hamon bu gaplarni ichimda degan bo'lsam, seni anglayolmay qolgan bo'lishi mumkin debmi o'ylab qoldim. Bir ozdan keyin sen eg'ir bisiqlik bilan eg'iz ochding. Siz meni shuncha tezla yaxshi ko'rib qoldingizmi? Men sening ovozingni anglagandan keyinla bu gapni ichimda emas, sana anglatib turib teshimda deganligimga ishonch hosil qildim. Lekin endi sening menga qaytirgan savoling meni hayron qoldirdi. Chunki bir ko'rib yaxshi ko'rib qilishning nari xato, bir ko'rib ko'yib qilishdek muhabbat hikoyalari samondaqku. Dunyo deganda hatto bir qitimni ko'may turib o'y tutib qoldiganlarmi bor. Men seni qoyil qilish uchun so'zimni davomlashtirdim. Sizningcha men sizni bir necha yil ko'rgandan keyin ondan yaxshi ko'rib qolsam to'g'ri bo'lamdi? Men undaq demagandim-a? Sizga undaq demedingiz. Lekin men bilan 20 yil bir ko'chada o'ynab cho'ng bo'lgan qo'shnamning qizini yaxshi ko'rib qolganligimni bir qitimmi his qilmagan tursam. Lekin men qo'shningizning qizi emas-da. Shundaq. Men yana yo'l bo'yidagi baqqol ayollarni kuniga necha qitimlab ko'rishim mumkin. Lekin ko'rish qitim sonimning eshib berishi bilan mening ularni yaxshi ko'rib qilishim mumkin emas-da. Demak, ko'rish qitim sonining eshib berishi bilan qalbda muhabbat uyg'onishi notoyin. Nima degan romantik talab qo'yish usuli bu? Qarmoqsiz hisob kitobga bankining buxgalterdimi puxtadek ko'rindi ekansiz-jimi? Siz meni yoqtirmadingizmi qandaq? Yo'qay, bek ta'sirlandim. Ikkimizning ta'sirlanish shaklida ko'p farq bor ekan amsa. Men ta'sirlansam ko'zimdan yosh chiqib ketadi. Men ta'sirlansam sukutga cho'maman. Men shu sukutga cho'mgan qizni so'yiman mahbuba. Sen bilan paranglashgan seri yuragim yo'g'inab ketmoqda edi. Sen
xiyol ushqunlari chaqnab turgan ko'zing bilan ko'zimga tikilding. Ko'zingning nuri shu qadar suzuk, tegi shu qadar cho'nqur edi. Bu chiroyli ko'zlarda yana men tashna bo'lib kutayotgan muhabbatmi porlab turardi. Meni rasoyamsiz? Bir hazodan keyin sen mendan so'rading. Savol so'ragandagi ovozing menga titrab chiqayotgandek tuyuldi. Men sizga hissiyotimni isbotlab berishga to'liq ojizlik qilyapman. Bu bir xil formulaga tushmaydigan tuyg'u ekan. Amsa bu formulaga mala tushsam bo'lg'adak. Rahmat. Nimaga? Meni yagona matematik sifatida qabul qilganingizga. Amsa sizga to'liq ishonsam bo'lamda? Albatta bo'ladi. Qilin qor oq mamuq paydak lapildab to'kilyotdi. Sening xumorlashgan ko'zingda bo'lsa, bir daryo ishiq shildirlab oqmoqda edi. Men til bilan tasvirlab bergusiz hayajon ichida. Amsi men 536-bekatga rahmat aytsam bo'g'idak, dedim texmi muloyim ovozda. 536-yil bekat sizning rahmatingizni qabul qildim deydi. Shundoq qilib, men bir qizni ikki qitim ko'rib, ikki qitimliq ko'rishda shu bir qizni yaxshi ko'rib qilishdek taqdirning kuchi bilan bag'ri muhabbatga tashna ardin, bag'ri issiq arga aylandim. U bo'lsa so'g'uqni tunglab qizdirib ketgan qo'llarini pat-pat ovlab qo'yatdi. Turibli menda bu tish so'g'uq, ichi issiq qo'llarni tutib beqish istiki tug'ildi. Shu xiyolni qilishim bilan tang badallarim o't olgandek qizib, yuragim ko'pildab so'qib ketdi. Men titrab turgan qo'limni tasda harakatlantirib, xuddi ko'cha avtobusida boshqalarning yanchug'iga qo'l uzatgandek jiddiychilik ichida uning qo'liga qo'l uzatdim. Shu hamon vujudimga qishdimi so'g'uq bir xil yot sezim tarqalib, orqadilla bu yot sezim tomir-tomirlarimga xuddi bir istakan qaynoq sudek shildirlab eqib kirib ketdi. Shu hamon lapildab yig'iyotgan qor ichidagi sening shakling mening ko'rish sezgimning ichida turibmi tumandek qo'volishib ketdi. Mashinaning yiqimsiz signali daqiq ichidilla meni xiyol daryosidan tortib chiqib 536-bekatga tashlab qo'ydi. Ko'z oldimda oq qor ichidagi sen emas, balki bekatga andili kirib turgan mashina turardi. Barmoqlarimning orasida texchi muzdek bir narsa bodak qiladi. Qarasam, yenimda bir ayol menga qarab kulimsirab turibdi. Barmoqlarim orasida uning muzdek qo'llari turardi. Lekin yenimdagi bu ayol sen emas. Barmoqlarim orasidagi bu qo'llarmi sening qo'ling emas edi. Sen allaqachon mashinaga chiqib peshonaga putilgan bekatga tushib qilish uchun ketib bo'lgan eding. Bu orada men faqat xiyol surgan, yo'q, o'yg'oq turib tush ko'rgan edim. Qo'lingiz to'nglab ketdimi jonim? Barmoqlarim orasiga qistirilib qolgan bir parcha muzdek so'ngaklik go'shtni qo'yib berishim bilan tang yenimdagi ayol so'zlishchan ovozda mendan so'radi. Biroq menga uning gapi xuddi ichirqab ketdingmi badbaxt degandek g'alitila anglanib ketdi. Shunga men uning ho'miyib qarab qo'ydim. Biroq u hech bo'lmagandek. Hay, bu arxiq deganiz-a. Ehtiyoji o'xshash bo'lmaydi desa. Hammamiz ximiyalik narsa yeganning kasobati shu. Dedi bir xil umidsiz kayfiyatda. Uning ovozi xuddi suyib tashlagan piyozdek qip-yalang'och edi. Shu kundan boshlab o'zim emasdek bo'lib qoldim. Ko'z oldimdan sening qor ishidagi shakling birdan ketmaydi. Sendan mahrum bo'lib qolgan qalbim yanada sana talpinatdi. Turibla, shu kuni sen shu mashinaga chiqmay, men bilan piyoda mangan bo'lsang, qish tugab qolarmidi? Yoki qish bo'lsa-mu, qor yog'may qolarmidi deb o'ylab qolaman. Bu kunlarda menga hech nima xush yoqmas bo'lib qolgan bo'lsa-mu, xizmatga o'zimni majburlab boraman. Ismi sening ismingga o'xshasa-mu, o'zi senga o'xshamaydigan Mahbuba otli qiz xizmatdashim menga pat-pat qarab qo'yatdi. Bu qarashlardan men bir xil samimiylikni his qilgandek bo'latdim. Lekin uning bu xil sirli qarashlarining cho'nqirligiga zodi nimaning yoshiringanligini his qilolmaydim. Turibli yana uning bu qarashlaridan oliy maktabdagi heliqi kulib turib yig'lab turib kuladigan qiz saboqdishimni eslab qolatdim. Qarang,
Shundoq chiroyli qar yaqiltirdi yana. Qiz xizmatdishimning ovozi mening sen bilan liq to'lgan qalaymaqan xiyollarimni buzivatdi. Men uning ovozini emas, balki uning ovozidagi qor degan so'zni anglab cho'chib ketdim. Qarasam, lapildab yig'iyotgan qor deraza ko'znaklariga yumshaqqina urilib yetibdi. Shu topda yana deraza oldiga bordim. Derazadan 536-bekatga qarag'im kelyotdi. Hayronman. Nemishqa qor yog'sila seni aslayman. Seni aslisamla 536-bekat yodimga keladigandı. Deraza sirtidagi 536-bekatdan iborat yo'g'on bir magnit meni o'ziga shiddat bilan tortmoqda edi. Men bu magnitning kuchli tortish kuchining ta'sirida kichikgina bir tal temir parchasidek deraza oldiga surilib keldim. Qor lapildab yig'iyotdi. 536-bekat qor ichida to'limi go'zallashib ketgan bo'lib, sen u yerda yanada mening hayotimning oxirgi nuqtasidagi buyuklikdek turadi. Ko'zim tuyuqsiz yiningdagi uzun xurum palto kiyib olgan biriga tushdi. U xuddi sening yiningdagi mendakla sana yaqin turadi. Bu ko'rinishni ko'ribla badanimdan sovuqlar chiqib ketdi. Asli u yerda sen bilan men turishim kerak edi. Lekin hozir sening yiningda turgan men emas edim. 536-bekatga qandoq chiqqanimni bilmayman. Sen meni ko'rib, yenikkini boshlang'ich kulimsirab qo'yding. Men sening bu salimingga ifodasizlik qarab turdim. Chunki yiningdagi sana qizg'inlik bilan gap qilyotdi. Uning sana gap qilayotgan chog'dagi holati xuddi mening sana xiyolimda gap qilgan heliqi qorliq kashdagi holatimga to'limi o'xshaydi. Hayal o'tmayla avtobus yana yetib keldi. Bu sening bu yerdan ketishingning beshorati edi. Mening ko'z oldimdagi bu sening qo'lingni tutqunicha mashinaga sen bilan chiqib ketdi. Achchiq, zardilik bir tiniq uzun hor bo'lib og'zimdan purqirab chiqib ketdi. Mashinaga chiqamsiz? Bu o'zi sana o'xshimisimi? Ismi sening ismingga o'xshaydigan qiz xizmatdishimning ovozi edi. Shundaq. Aeroplan bo'lsa-ku texmi yaxshi bo'ladi balkim. Men uningga o'zimning ruhiy holatimdagi mag'lubiyatni chandurmaslik uchun mo'shundaq bir qamlashmagan javobni berdim. Aeroplan bo'lmagandan keyin piyoda maqsaq bo'lamdi. Uning bu ovozi vujudimda bo'rondek kurkirab o'tdi. Endi mening uning bilan birga piyoda mengishni rad qilishim uning boshqa bir erning muzdek barmoqlarini tutib olishi bilan xulosalanishi mumkin edi. Bu xulosining tuz ta'mi menga tamakining ta'midagli aniq edi. Lekin men uning bilan qor yaqqan kunda birga piyoda mengishni asla o'ylab boqmagan edim. Ehtimol sen bu qor yaqqan kunda men bilan piyoda mengishni asla o'ylab boqmagan bo'lishing mumkin. Gap qilmaysiz-ku. Nima deyman? Uning savoliga savol bilan javob qaytardim. Taksi to'sib beraymi ya? Taksi garchi aeroplanga yetmasa-mu, har holda ko'cha avtosidan yaxshi-da. Uning bu gapi menga aeroplanda o'ltirgandimmi sirliq tuyulib ketdi. Yo'q, mening piyoda mang'um bor. Kunda yog'amti bu qor degan. Qor bara-bara kuchayib lapildab tushmoqda edi. Yo'lning ikki qasnag'idagi chiroqlar qizg'uch rangda yo'rib turgan bo'lsa-mu, qilin qor bilan qo'shilib ketgan gugum qo'ynida sal neridagi odamni farq etmak mutas edi. Tuyuqsiz u meni beligidan tutib oldi. Shu hamon vujudim yot jinsdan keladigan g'ayri sezimdan tavirinib ketdi. Har bir odamning qalbida birdan maxfiy gulligi bor, ha? Shundoq. Mening bu maxfiy gulligimda nima borligini bilamsiz? Bilmaydi ekanman. Mening gulligimda bir naqshi bor. Qaysi naqsha? 536-yo'l bekatdagi qor degan naqsha. Men his qilmagan ekanman. Men bu naqshini uzoqdan bo'yon qalbimdagi maxfiy gulligimda yolg'izla aytib kelgan. Balkim bu bir yiqimli naqshi bo'lishi mumkin. Aytib bersam anglashni xohlamsiz? Xohlayman.
Qar мәңгі to'xtamaydigandek lapildab yağmoqda edi. 536 bekat qar ichida texmi go'zal, texmi suyumlik bir holatda qad ko'tarib turadi. 536 bekatdagi qor degan naqshi bo'lsa, 536 bekatning o'zidanmi go'zal va suyumlik bir holatda qor bilan qo'shilib, men mansub bo'lgan bu shaharning yuragiga haqiqiy bir tomchi qon bo'lib oqmoqda edi. 536 bekatdagi suyumlik qor naqshisi. bekatdagi qor naqshisi. Abduri Akbar İmam Kökböre. Rollada Abdur tilida Sharari Kuychi, Mahbuba rollida Sarvinoz Kuychi, Oliy maktabdagi saboqchishi rollida Xumara Kuychi, xizmatdoshi rollida Sarvinoz Kuychi. Bu asar Akbar İmam Kökbörening shu nomli asariga asosan Kuch klubi ovozliq asar ishlash korpusida unga elib tayyorlandi. Asar huquqi Akbar İmam Kökböre va Kuch klubi ovozliq asar ishlash korpusiga tava. Mazkur asarni Kuch tori bilan hamkorlashib, Kuch torining ruxsatini olgan torbatlardan boshqa torbatlarning ko'chirib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi. Bu asarni anglash manzilingiz www.chekit.com